O'g'lingiz juda yomon kasal. Voy, nima kasal? U yalqovlik kasali. Biz uni olib ketib davolaymiz. Yo'q, men doktordan qo'rqaman, doktorga bormayman. Oyim men aytgancha qilaman, maktabga ketaman, o'z vaqtida ertalab turaman. Bor, Arifida boshlayapti. Mana endi o'g'lingiz tuzaldi. Tuzalgani rost bo'lsa. Oyijon maktabga ketdi. Bola qolgan. Ana bolangiz tuzaldi. Rahmat doktor. Bo'ldi. Shu yerda endi bu anaqa Alifodan harflarni biz o'rgandik oz-ozdan. Minnatdormiz o'rgatuvchi muallimdan, ustozdan. Alifodan harflarni biz o'rgandik oz-ozdan. Minnatdormiz o'rgatuvchi muallimdan, ustozdan. Tilimizni sayratadi alifbomiz bayrami. Tilimizni yayratadi bayramlarning xurrami. Oldimizda saf tortishda askarlardek harflar, barchasiga qo'shiqlarda berib o'tdik ta'riflar. Oldimizda saf tortishdi askarlarday harflar, barchasiga qo'shiqlarda berib o'tdik ta'riflar. Tilimizni sayratadi alifbomiz bayrami. Tilimizni yayratadi bayramlarning xurrami. hurmatli ota-onalar, aziz ustozlarimiz. Har yili Yangi yil arafasida butun O'zbekiston Respublikasidagi maktablarning barchasida alifbe bayrami o'tkazilishi an'anaga aylanib qoldi. Bugun bizning 61-umumiy ta'limot maktabining ham 1-D sinf o'quvchilari savodxonlik bayrami o'tkazmoqda. Endi hozir davraga biz zamonamiz qahramonlari bo'lmish 1-D sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Marhamat, kutib oling. Bolaring
bog'cha direktor o'rinbosari Marhamat qizimizga beramiz. Marhamat, Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, xush kelibsizlar. Mana bugun farzandlaringiz bilimdon, savodxon bo'lib chiqyapti. Bunda ustozi Gulxan opaga qancha rahmat aytsangiz kam. Bolajonlar, sizlarni ham bugungi bayramingiz bilan tabriklayman. Keyingi ishlaringizga, o'qishlaringizga topishlar, rivojlar tilayman. Bugungi savodxon bayramimizni ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli do'stlar, mana biz bayramimizni ham ochib oldik. Endi ana shu savodxonlik bayramining qahramonlari bo'lmish, ana shu bolajonlarga 4 oy davomida bilim berib kelayotgan, ana shu qisqa fursatda ularga hayot sirlarini, alifbo saboqlarini o'rgatayotgan aziz ustozimiz, hurmatli Gulxan opamizga so'zni beramiz. Keyin Gulxan, marhamat. Sözümüz başı salam, iş başıdır intizam. Mehmonlarga chin dildan deymiz salom, assalom. Assalom otajonlar, assalom onajonlar, assalom ustozlar, assalom mehmonlar. Salomini yo'llaydi sizlarga bolajonlar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Sizlarni qo'shaloq bayram bilan chin dildan tabriklayman. 2025-yil har birimizning oilamizga baraka olib kelsin. Shu bolalarimizning kamolini ko'rib yurish hammamizga nasib etsin. Rahmat. Rahmat ustoz. Ana endi hurmatli ota-onalar, ana shu jajji mo'taylar maktabga kelganiga unchalik ko'p vaqt bo'lgan yo'q. 4 oy degani ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Ana shu qisqa fursat ichida ana shu bolajonlar igna bilan quduq qazishdek mashaqqatli ishni boshdan kechirishdi. 29 ta harfni o'rganib, ulardan so'zlar tuzishni, so'zlardan gaplar tuzishni o'rgandilar. A harfidan ona keladi, ota keladi. V harfidan vatan boshlanadi. Ana shunday harflarni asta-sekinlik bilan o'rganib, bugun mana savodxon bolajonga aylanishdi. Siz o'ylashingiz mumkin, ustozlar o'rgatadi-da, maktab bu deb. Haqiqatan maktab berilgan. Maktab muqaddas, undagi ustozlar muqaddas. Kimki senga bir harf o'qitmish, bir ranj ila aylamak bo'lmas adoaning haqi ming ganj ila. Bu Alisher Navoiy bobomizning hikmatli gaplaridan biri. Ana shunday ustozlar uchun yana bir marta sizlarga kattadan katta rahmat, hurmatli ustozlar, ota-onalar. Biz siz bilan odammiz. Biz siz bilan birgalikda ishlar olib boramiz. Maktabda nafaqat ta'lim, balki ta'lim bilan birga tarbiya ham egizakday, xuddi bir onadan tug'ilgan egizaklardek birga yuradilar. Ana shunday ta'lim, tarbiyaning samarasi bugun o'laroq mana farzandlaringiz bugun savodxon bolajon bo'lib turibdi. Ana endi ana shu bolajonlarning chiqishlarini tomosha qilishni boshlaymiz. Iltimos ota-onalar, qayerdagi bolajonlaringiz hayajonlansa, qayerdagi xato qilib qo'ysa, tutuq qilib qo'ysa, bundan hech da ajablanmang. Uyga borib sen shuncha yodlatdim, qani shu samara deb koyimang. O'zingizni ana shu yerda bir gap so'ylatsam, bilasiz hayajonning qandayligini. Hozir sizga ham navbat beraman. Ana shuning uchun ularning xatolarini xatolang, qabul qiling. Ular ana shunisi bilan go'zal, ana shunisi bilan shirin. Demak, shirinlar, navbat sizga. Marhamat. Alifbe bayramida eng aziz bo'lgan kitoblarimizdan biri Alifbejon ekanini nima uchun katta bo'lib yodimdan chiqarman. Qani bolajonlar, Alifbeni bir chaqiraylik-chi. Mana Alifbejon seni
sog'liqman. Yilda nimalarni o'rgandingiz? Menga atalgan raqslaringiz bormi? Murabbiy, Arslon, Daniyor. Qani bo'lmasa, hozir biz alifbega atab chiroyli she'rlar eshitar ekanmiz. Marhamat bo'ling. Boshqadan alifboda 29 ta do'stimiz bor bizlarning alifbolar. Alifboda bordir 5 ta harf, o'yla aqling qilibsan. Goho ko'zi burni bor, qalbi harfning o'rni bor. Alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi, harflar tiliga kirib odamlarga so'zlaydi. Qani bo'lmasa, ana shu alifbodagi harflar tiliga kirsin-chi. Alif bir quyoshi, harflarga karvon boshi, Akmal Aziza Ali adabasini berib. Barakalloh, qanday savatxon bolajon. Kelin. Qanoslaring yo'qolgan kapalakning o'zisan, yelkan bo'lib kebalardan, shamollardan o'zaman. Buzul davradan, davlatda dunyodaman, deyman, yurishib shun doinaga do'st bo'ling. Elakda-yu ertakda, eskida-yu ertakda, eskimada ertakda, eng kurama eslab bo'lar. Rahmat, qizim. Egolar sultonat egzagan deb yopishdi. Ikkalasi fendigura bilan chopishdi. Barakalloh. G harfini G harfiga marhamat. O'zim so'zlab boshlayman, gavhar bo'lib yashayman. Gul-giyoh go'yo Gilam gulzor chiroyli bilan Barakalloh. Soyabonning bandasini bir parchaga olibdi. J harfiga o'xshatgan deb Jasur hayron qolibdi. Boshqa ikki harf ishlab bitta tovush kuchi, nimagining juftligi ko'rsatar dimoq kuchi. Sim yog'och va terakka o'xshab qo'yib quturroq, igna kabi ingichka, ip kabi uzunroq. Quloq hekka handalak, hunar hancha, borma inson shuda, hatto gunoh shuda. Mashina berman yolg'iz laylakda, ikki tansi topdim nursiz lolalar, neshtali bor bolalar. Kitob kalta bittaman, kiyik so'zda ikkita, kapirga ko'rishdaman, kapikchi men o'z kunman. Ikki do'st ellik bas, qo'lda qo'lga berdikmiz, qilmasdan kuchun saf, yozilganadigan harf. Nega o'xshaysan ozroq, diqqat bilan g'aybi, ikki uzun oralab, kelastindirak. Yer sharidek dumaloq, chiroyli shaklimga mos, olma, olcha, olg'uri, g'ildirakdek dumaloq. Rengoy tiraysan halga, kiysang paypoq poyabzal, pasir balo yeganda, paxta pila deganda. Ovga o'xshasamda alif bola o'yinma, qara xuddi qiyofada men ham o'zimda. Randa to'shi, uni qanday yozaman, bir qo'lni belga qo'yib, bir oyoqni tiragiga o'xshab qolding sen, bor oynaga qarab. Men barman, qanaqa havo va vijdondaqa, vatan valisi va vaqt so'zdan bashashbaq. Havosini sarman, hafsini boshlaman, xazina xabarda ham, hamma xabarda ham, birma hayot xatada, yo'qma hayot xatada. Sanashdan qizdiran meni ilon bo'lib olaman, safarchi safatimdan 8 bo'lib qolaman. Ikki tahar bo'g'imizdan jamzar, to'qmoqdan tuman, to'qsudim. Va Chimchidan boshqalar qarang, e'tibor berib qo'ying, belgiga qadr kerak. Suv sasi hammaman, qo'yinga boy kunaman, sahab soska so'zlarni asrama so'yam resxab.
qarasangiz belgim moyga o'xshaydi. Otga belgim qo'ysangiz ot emas, o't bo'ladi. Sinada turgan o'rtoq bordir senga bir so'roq. Nima qanday ishlasang senga o'xshar ozroq. Tutunni ittamiz qo'ltasa bitamiz. Uzum unutdi o'suvasizdi. Qani aziz qiymat sarvar e'tibor bering. G harfining qochini belgi aksini qo'ying. Bolajonim, nega kech qolding? Ustoz meni kechiring, endi kech qolmayman. Endi ozgina kelaman, vaqtida kelaman maktabga. Elchin esda bo'laman. Bolajonim, mendan emas, uzrni alifbe kitobingdan so'ra. Meni kechir alifbe jonim. Varaqlaringizni yirtmayman endi. Maktabga adobli bola bo'laman. Endi maktabga o'z vaqtida kelaman. Xo'p, bolajonlar, kechiramizmi? Kechirdim. Mehmonlar, mana biz alifbodagi 29 ta harf bilan tanishib chiqdik. Ular nima deyishini eshitdik. Ana endi navbatni biz qo'shiq va raqslarga beramiz. Marhamat, davra sizga muntazir. Qani marhamat. Thank you.
Yurak, 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 sevgi sesiler. Yurak, 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 sevgi sesiler. Rahmat, bolajonlar. Hammaning chorasi kelyapti. Hurmatli ota-onalar, hurmatli ota-onalar. Ana endi biz navbatni mana bu jajji bilan bolajonga beramiz. Marhamat, u bizga qanday tilaklar bilan she'rlar orqali ifodalamoqchi tilaklar. Men dunyoni nima qildim, o'zing yorug' jahonim, o'zimga bek, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim, yolg'izim yagonam dinmu, topilgan kesonam dinmu, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan vatanim. Mana vatan haqida qanday chiroyli she'r eshitdik. Rahmat, ana shu bolajon ham kelgusida vatanimiz koriga yaraydigan, xizmatiga labbay deb turadigan yigit bo'lishiga biz ham tilakdoshmiz. Rahmat. Hurmatli ota-onalar, dam soat, dam suhbat deganlaridek, qani endi bolalarimiz keyingi raqsga tayyor bo'lib qolishdi. Opa-chaqqonlar, qanday chiroyli bular. Qoraqalpoq milliy raqslardan birini tomosha qilar ekanmiz. Qani yigitlar, ketdik.
Qoraqalpoq milliy raqslardan birini tomosha qildik. Raqs sizga yoqdimi? Rahmat. Ana endi hozir biz yaxshi tilaklar, xolis niyatlar eshitishni istab qoldik. Hurmatli buvijonlardan boshlaymiz, bo'lmasa yaxshi tilaklarni. Qani bilgan. Alaykum hurmatli ota-onalar, mana o'qituvchilar, mana shu maktabda ta'lim olgan bolalarimiz bilan bugun Aytib bayrami ekan. Bu bolalarimiz bir yaxshi o'qimishli, shunday bir bolalar bo'lib chiqsin. Ulardan mana shu o'qituvchilar ham faxrlansin. Berekatli yangi yillarimiz bilan tabriklayman. Aytib bayramlarimiz bilan tabriklayman. Hamma vaqt sog' salomat turing. Elimiz tinch bo'lsin. Xudoyim katta yilimiz yaxshi bo'lsin. Tabriklayman. Rahmat. Haqiqatdan ham yurtimiz tinch bo'lsin. Tinch yurtga bayramlar yarashadi deyishadi. Marhamat Gavhar opa, bayramdagi yaxshi dil so'zlaringizdan eshitsak. Rahmat. Assalomu alaykum ota-onalar, aziz murabbiylar, ustozlar, hammangizga mana keltirgan yangi yillarimiz qutlug' bo'lsin. Shu mana bugun mana jajjigina farzandlarimizning bayramiga, shu bayramlar bilan kirib kelayotgan yangi yillar bilan hammangizni tabriklayman. Yangi yilda yangi omad, yangi baxt, yangi yilimiz bir quvonchli, tinchlik, xotirjamlik yil bo'lsin. Mana shu farzandlarga ta'lim berishda sizlarga kuch-quvvat, uzoq umr, baxt, saodat, oilangizga tinchlik, sog'lik, salomatlik tilayman hammangizga. Xudoyim shu hamma vaqt yilimiz tinch bo'lsin, yurtimiz farohat bo'lib, hamma vaqt bayramlar, to'ylar bo'lsin, hammangizga yangi yillar muborak bo'lsin. Hech qachon shu ta'lim berishda charchamay, tolmay, bilaklaringizga kuch-quvvat bersin. Xudoyim umrlaringiz uzoq bo'lsin, yangi yillaringiz hammangizga muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat Gavhar opa, sizga ham, siz orqali oilangizga ham katta yutuqlar tilaymiz. Ana endi yaxshi dil tilaklaridan maktabimizning faxriy ustozi bo'lgan ustozimiz marhamat Anqil opa. Rahmat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz ota-onalar. Mana bugun maktabimizda bir qo'shaloq bayram, farzandlarimizning savodxonlik bayrami hamda 2025-yil kirib kelayotgan yangi yilimiz. Hammangizni shu qo'shaloq bayram bilan tabriklayman. Shu kelgusida farzandlarimiz bir elga kunga xizmat qiladigan oliy martabali insonlar bo'lib yetishsin. Bunga ta'lim berayotgan shuna ustozlarimizga rahmat. Hammangizni yana bir marta bayramlar bilan tabriklayman. Yangi yilda shu xonadonlarimizga omad, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilayman. Rahmat ustoz. Ana endi biz navbatni yana chiroyli raqslar ko'rsatishni terishga beramiz. Marhamat qizlarjon, qarang, qanday chiroyli qizlarimiz bor. Vatan posbonlari, barakalla, qani keling. Ana. Barakalla.
ana shu farzandlarning tarbiyasida jamoatlik qiladigan hurmatli onaxonlar siz bo'lasiz. Ana shunday onaxonlarimizdan yana biri marhamat Nargul opamizga beramiz. Nargul opa keling. Yoki boraymi? Ya siz keling, ya men boray. Keling. Nargul opa, mana siz bizga ham xizmat qilgansiz. Marhamat ustoz, so'zlayman sizga. Hurmatli bayram qatnashchilari, mana kirib kelayotgan yangi yillar bayramlari bilan tabriklayman. Jajji o'quvchilarimizni olgan bilimlari bilan tabriklayman. Bu bilimlar bilan doim eng yuksak cho'qqilarga chiqsin. Hammangiz bayramlar, yangi yilimiz yaxshi bo'lib kelsin, omadli bo'lib kelsin, yangi zafarlarga boy bo'lsin, tarixda qoladigan yangiliklar ko'p bo'lgan. Ular bolajonlarimizning olgan bilimlari bir umr o'zlariga xizmat etsin. O'qituvchilarimiz ham katta rahmat, shunchalik xizmat etdi. Qolgan ishlardan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kelajakdagi ishlari bundan ham ajoyib zo'r bo'lib ketavergan Xudoyim. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizga ham bayramlar qutlug' bo'lsin. Nevaralar kamolib sizga ham bersin. Hurmatli ota-onalar, biz har kuni aytyapmiz. Ana bular shu bolajonlar egna bilan quduq qaziganday qilib ana shu harflarni o'rganishdi, qo'shishni, ayirishni, harflardan so'zlar tuzishni. Ana shunday mashaqqatli ishchilarga hammasini deganlar, marhamat, keyingi so'z navbatini biz qani bir sayyor opa bir hammalar deb qo'yingchi. Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilar, hurmatli jajji bolajonlar, ota-onalar, hammangizni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Farzandlarimni ham tabriklayman. O'quvchilarga hormat-olmash bilim berayotganlari uchun, savodini chiqarayotgani uchun katta rahmatlar aytamiz. Bundan keyingi ishlarga ham muvaffaqiyatlar tilayman. Hammaning xonadonida tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, yangi yillarimiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, ko'p tilagi ko'rmaydilar. Haqiqatan ham yurtimizga ko'z tegmasin. Bizga bayramlar yarashadi. Marhamat, yana davrani bayramimiz qahramonlari bo'lmish 1-D sinf o'quvchilarining tulpor ashulasiga beramiz. Qani tulporlar, kelingchi. Ana, qanot chiqarib kelishyapti.
tushundir 3 ta qiz kirib keldi. Boshqa qizlar qayoqdadir atirgullar telyapti shekilli. Chunki tashqarida qish, bizda esa bahor nafasi. Marhamat, endi uchala qiz ashulasini eshitamiz. Marhamat qizlar. Qadam bolamiz inoq. Hurmatli ota-onalar, mana o'quvchilarimizning chiqishlarini tomosha qilyapsiz. Ular ichida bo'layotgan qanchalik hayajon, qanchalik g'alayonlarni siz tasavvur ham qila olmaysiz. Ana shu ustozi, ana shu hayajonlarning, ana shu yanglishishlarning, ana shu yutuqlarning hammasining birdaniga egasi desak ham bo'ladi. Chunki ustozdir. Hayotda ustozdek, muallimdek qadrli inson bo'lmasa kerak. Siz o'ylamang, oddiygina o'qituvchi yo'q. Ular oddiygina o'qituvchi emas. Ular oilada mehribon ona, maktabda qadrli ustoz, mahallada maslahatchi, qarindoshlar ichida quduq. Birovning gapini birovga yetkazmaydigan, birovga maqtaydigan, aytmaydigan, iloji boricha imkon qadar murosa yo'lni izlaydigan ustozlar bo'ladi. Ana shunday mehri daryo ustozlarimizdan ham deb ismlarni eshitsa, menimcha juda o'rinli bo'lar edi. Ana shunday katta ustozlarimizdan biri marhamat Adolatxon. Kim Adolat bo'yi nechta farzandi bor deb o'ylaysiz shu ayol? Nechta farzandi onasi? Kim ona? Nechta? 37 ta farzandi bor. Kimda bor shunday farzand? Xudoga shukr, bizda bor. Menda bor. Barakalla. Marhamat. Maktabimiz qahramon onalar
söz navbatini beramiz. Rahmat, hech kutmagandim. Assalomu alaykum, hurmatli onalar. Mana bugun farzandlaringizni savodxonlik bayrami ekan. Aziz bolajonlarimizni, sizlarni ushbu savodxonlik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bolajonlar, savodxonlik bayramingiz muborak bo'lsin. Barakallah. Yana qo'shaloq bayram oldimizda yangi yil bayrami kelib kelmoqda. Shu bayram bilan ham sizlarni tabriklayman. Gulxanbonu, Dugonajon, hamkasbim, kecha Nargiza ustozim Alifbiy bayram o'tirdi. Uchovimiz birgalashib Alifbiy bayramni tashkil qildik. Shu dugonalarimga ham ishlarini rivoj tilayman. Barcha ustozlarga ham bundan keyingi ishlariga rivoj tilayman. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Rahmat, ustoz onaxon, sizlarning ham kelgusi mashaqqatli va sharafli ishlaringizda omad tilaymiz. Hurmatli ota-onalar, siz endi ota-ona bo'ldingiz. Qachonlardir siz ham ana shu jajji bilamonlarimizdek bolajon edingiz. Aytingchi, yangi yil nimasi bilan qiziq, kimni kutamiz? Qorboboni kutamiz. Endi o'quvchilar qarang, hurmatli ota-onalar, siz Qorboboni bor deb o'ylaysizmi? Men masalan o'zim bor deb o'ylayman. Qaysidir mamlakatning qalin qorli o'rmonlarida Qorbobo bor. Men 55 ga chiqdim, lekin haliyam ana shu tasavvurdaman. Qorbobo bor. Ana shu Qorbobo qandaydir yo'llardan imkon topib bizga ham mehmonga kelayotgan shekilli. Qani bolajonlar, Qorboboni bir chaqirib ko'raylik, chiqib keladi. Rahmat, onajonlar. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Mana bugun yangi yil arafasida shu o'g'il qizlarimning savodxonlik bayramiga bir yo'la yangi yil bilan ham tabriklagani uzoq joylardan, o'rmonlardan oshib oldingizga keldim. Hammalaringizni bugungi bayram bilan hamda kirib kelayotgan yangi 25-yil bayrami bilan samimiy Qorqiz nomidan o'zim nomimdan tabriklayman bolalarim. Mana bugun sizlar Alifbiy degan kitobni o'qib tugatibsizlar-a? Aytinglarchi, hamma chiroyli yozishni, ifodali o'qishni o'rganib oldilaringmi? Juda yaxshi. Mana kelasi yil kelganimda men sizlarni yana tekshirib ko'raman. Ana bular yaxshi o'qishyaptimi? Yozuvlari chiroylimi? Hamma chiroyli yozishni o'rgandimi? Molodets. Bo'lmasa sizlarning bugungi tayyorlagan tadbirlaringizni, qo'shiqlaringizni, she'rlaringizni eshitishga Qorqiz bilan biz keldik. Marhamat. Rahmat bobojon, biz sizni shunchalik intizorlik bilan kutdikki, kechalari uxlamay she'rlar yodlab chiqqanmiz. Mana qarang, biz sizni qanday yaxshi ko'ramiz. Dala dashta tindi ish, mehmon bo'lib keldi qish emas u Qorbobo, sovg'alarga boy bo'lgan.
qor qizman, dunyodagi zo'r qizman, makonimda o'rnimda, bog'larimda ajazor, keldim sizlarni xushlab, yangi yilni olqishlab. Barakallah. Bobojon, menimcha siz yana bitta nevarangizni adashtirib, yo'lda yo'qotib qo'ydingiz shekilli. Bu qizaloq men ham qor qizman deyapti. Qani bo'lmasa, mana marhamat, mana shu nevarangizni biz topib berdik. Qor qizoy, mana shu singling. Ana qor qiz. Barakallah. Bobongni topdingmi? Topdingmi bobongni? Ha, Qani bobong bilan bir asallashib ko'rishib qo'ychi. Ana, voy sirsoqol bobodan ko'zim aylanay. Qani baraqaling. Mayli, rahmat. Ana endi bobojon siz shu yerda o'tirib dam oling. Nevarangiz bilan bizning sizga tayyorlagan sovg'a sifatida she'ru qo'shiqlarimizni qabul qilib oling. Marhamat, qani bolajonlar. Keling. Kimda bor? Kimda bor? Kimda bor? I wish to do Helen's answer. I wish to do Happy New Year. Good morning, teacher and class. Menimcha bu bolajonlar bobomizning chet yillar bo'ylab kesib kelayotganini bilishdi yo'q. Qani bolajonlar, hozir nima dedingiz? Salomlashdingizmi? Nimalar dedingiz? Salomlashdingizmi? Yangi yil bilan. Ana bunaqa hatto bizning farzandlarimiz o'zimizdan ming chandon balandroq bilimga egadirlar. Rahmat bolajonlar, marhamat, qani o'rnlaringizni egallab oling. Ana endi biz navbatni qor qizimizdan yaxshi so'zlar eshitishga beramiz. Bolajonlar, hammangizni yangi yil bilan tabriklayman. Keyingi yil hammangizga a'lo baholarda o'qishlaringizni tilab qolaman. Bolajonlar, yangi yilni quvnoq kayfiyatda kutib olinglar. Yangi yil bilan Rahmat qor qiz. Biz hamma vaqt yangi yilni intizorlik bilan kutamiz. O'tgan yil xuddi shu sanada, xuddi shu kunlarda ana shu hozirgi eski yil deyotganimiz ham qachonlardir yangi yil edi. Bu yilimiz ham tarix zarbarotlariga bitirish arafasida turibdi. Hech qachon, hurmatli mehmonlar, o'tgan kunimizdan nolimaylik. Shukr qilaylik. Yurtimiz tinch, mahallamiz obod, hammamiznikida turli sochinlik. Biz farzandlarimizni bemalol ertalab maktabga chiqarib, o'zimiz choychiyib o'tiramiz. Qayerda bor shunday davlat? Qayerda bor shunday tinchlik, osoyishtalik? Ko'chaga chiqarib yuborgan farzandingiz bemalol maktabda bilimlarni olib, keyin shu yerda prezidentimiz tomonidan berilayotgan oziq-ovqatlarni yeb bo'lib, tushlik qilib, keyin uyingizga boradi. Kim xavotir olyapti, ko'chada nima qilyaptimi deb? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Hatto xayolimizga ham kelmaydi. Bu bizga an'anaday bo'lib qoldi. Yo'q, hurmatli ota-onalar. Ana shu tinchlik, ana shu osoyishtalik davlatimiz posbonlari tomonidan yaratilyapti. Ana shunday tinch yurtda bizga to'y tomosha yarashadi. Ana shunday tinch yurtda maktabdan bemalol bilimlar olish yarashadi. Tinchligimizga yana bir bor ko'z tegmasin. Marhamat, keyingi qo'shiq va raqsimizni tomosha qiling. Marhamat. Qani bolajonlar, keling. Men kimlarni ko'ryapman?
elektr. Endi bizning maktabimizda bu yil 3 ta birinchi sinfga o'quvchilar qabul qilindi. Birinchi A, birinchi B, birinchi D sinf. Bugun birinchi D sinfning savodxonlik bayrami. Bizda esa ustozlar bizga keyingi yana bitta o'zi yosh bo'lsa ham qahramon ona degan faxriy yorliqni olayotgan yana bitta ustozimiz. Marhamat, birinchi B sinf ustoziga beramiz. Nargiza kel. Nargiza, sen bu yil nechta farzandli bo'ldi? 30 bitta. Nippala to'qich bilan tavba qildim. Bu yil o'z bag'riga 31 ta bolajonni mening farzandlarimsiz, sizning ikkinchi onangizman degan yana bitta faxriy bo'layotgan iqtidorli o'qituvchilarimizdan biri Nargizaxonga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, ota-onalar, ustozlar. Mana ustozlarimning yo'lidan yurganimdan juda ham xursandman. Hamisha sizlarga va sizlarning farzandlaringizga sihat, salomatlik, sog'lik, omonlik tilayman. Yurtimiz tinch, hayotimiz farovon bo'lsin. Hamma shu bolajonlarning yo'li hamisha ochiq bo'lsin. 2025-yil hammangizga baxt, omad, quvonch olib kelsin. Rahmat. Sening ham oilangga tinchlik, totuvlik, topib tushlarimizga barakat bersin. Hurmatli ota-onalar, biz tilashdan hech ham charchamaymiz. Tilakni so'rash kerak, tilash kerak. Hatto Xudodan tuya so'rasangiz, biya beradi degan joyi bor. Ana shunday yaxshi tilaklar tilash bilan birga men yangi yil bilan quyidagi ota-onalarni yana bir bor tabriklashni istayman. Marhamat, keyingi buvijonimiz Nazira opajon, marhamat. Ham tarbiyachi, ham buvijon. Marhamat. Bu yerni ilk-berimdan o'quvchilar, ustozlar. Bu yangi yilimiz bilan yaxshidan yaxshi muvaffaqiyat olib kelamiz. Kelasigizga shu bolalarimiz, qizlarimiz kelajakda o'qimishli, doktor, o'qituvchi, voyanniy bilan shu bilan birga muhtojjonday ne bo'lib bilsa bo'lib chiqqan. Bu yangi yilimizdan Xudoyim yaxshi omadlar olib kelsin. Yana bir marta ustozlarga, murabbiylarga teşekkür bildiraman. Rahmet şu bolalar shu tarbiyalagan ekansan, yana ishlarga muvaffaq bo'ling. Yangi yilingiz yana bir marta tabriklayman. Yangilikdan yangi olib keling. Rahmat. Rahmat buvijon. Bu dunyoni umidli dunyo deydilar. Biz umid qilishdan, orzu qilishdan hech ham charchamaymiz. Endigi yaxshi tilaklar navbatini marhamat Raymonga singdirishdi. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, ustozlar, o'quvchilar. Mana bugun savodxonlik bayrami bo'lar ekan. Hammangizni kuchimdan tabriklayman. Shu kelayotgan bayramlar bilan hammangizni tabriklayman. Xudoyim shu bolalarimiz shu olgan bilimlari bilan kelajagimizda bir o'qimishli yigit qizlar bo'lib yetishini tilakdoshman. Hammangizni tabriklayman bayramlaringiz bilan. Buvijon, sizning ham oilangizga tinchlik, totuvlik tilaymiz. Barakat tilaymiz. Qorbobochalar tashrif buyurishibdi. Qorbobojon, ko'rdingizmi? Biz ham qaynotamiz deyishibdi ular. Qani bo'lmasa navbatni Qorbobojonlarga beramiz. Marhamat. Нет, 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 немножко им ответ.
ekamiz. Qani endi haqiqiy qorbobo bilan bir rasmga tushib qo'yingchi, bolajonlar. Yaqinroq turib, kimda telefon bo'lsa, olinglar. Qani. Keling. Ha, mening bolajonlarim. Kamina tushirdilar. Keyingi navbatimiz bobojon. Keyingi raqsimiz navbati go'zal qizlarimizga ekan. Mana ustozlarim tayyorlayapti. Mana bundan oldin qani sen bizga qanday she'r aytib bermoqchisan? Ded Morozda идет, он подарки раздает. Куплен кубики, шарик, лизанки и коньки, барабаны, книжки, самолеты и мишки. Спасибо большое. Rahmat qiling. Mana qarang, biz o'zbek tili, ona tilimiz bilan birga rus tilini ham o'rganayotgan ekanmiz. Ingliz tilida tilaklar eshitdik. Qani endi esa rus xalq raqslaridan birini tomosha qilamiz. Marhamat. А ты кто такой веселый? Не плачь, ты не ревет. Да это ж наша лялечка танцует и поет. Лялечка! Эй! Кто у нас проснулся, ножками затопал? Кто такой хороший, маленький такой? Розовые щечки, мягкие кудряшки, с радостной улыбкой машет всем рукой. Тыс-тыс, стоп-стоп, все вокруг гудит. Лялечка танцует, лялечка не спит. Стоп-стоп, тыс-тыс, и наоборот. А лялечка танцует, а лялечка поет. Лялечка на месте, удержать не сможет. Даже если дождик целый день идет. Спряталась собака, киса под диваном. Только наша лялечка всех найдет. Тыс-тыс, стоп-стоп, все вокруг гудит. Лялечка танцует, лялечка не спит. Стоп-стоп, тыс-тыс, и наоборот. А лялечка танцует, а лялечка поет. Солнышко садится, птички засыпают, на полу игрушки просятся в кровать. Даже мама с папой без конца зевают, только наша лялечка хочется играть. Тыс-тыс, стоп-стоп, все вокруг гудит. Лялечка танцует, лялечка не спит. Стоп-стоп, тыс-тыс, и наоборот. А лялечка танцует, а лялечка поет. Мамочки! Тыс-тыс, стоп-стоп, все вокруг гудит. Лялечка танцует, лялечка не спит. Стоп-стоп, тыс-тыс, и наоборот. А лялечка танцует, а лялечка поет. Qani yigitlar? Vatan posbonlari. Qanday chiroyli. Demak, biz bemalol uyda tinchlikda qanday yashashimiz ham bo'lar ekan. Qani yigitlar? Menga bir qarangchi. Qani? To'g'ri turamiz. Qanday chiroyli yigitlar bo'lishibdi bular.
farzandlarimizning bayram san'atiga keladi. O'zbekiston qurolli kuchlari tashkil etilgan kun. Kim biladi ota-onalar qachon? Hurmatli ota-onalar, sizga savol berdim. Ana shu yigitlarning bayram qiladiganiga qachon? Barakalla. Axir shunday yigitlarni tug'ib tarbiyalayotgan onalar buni bilishmaydimi? Juda to'g'ri. 14-yanvar O'zbekiston qurolli kuchlari tashkil qilingan kun ekan. Ana endi ana shu bayram bilan ota-onalarni tabriklash uchun navbatni yana ana shu qahramon yigitlarimizga beramiz. Marhamat.
Canım çok kısır Halinde kader kıymeyi çok kısır Karşımda dursa uzbigim çok kısır Ağlardan 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 belen Ben uzbigmen başta uzbig çok kısır Ben uzbigmen başta uzbig çok kısır O'zligingdan so'yla kelsan har bahar Asli millat ojidirsan sen azal O'zligingdan so'yla kelsan har bahar Afrikayu, Amerikayu har yerda O'zligingning faxridirsan eng avval Afrikayu, Amerikayu har yerda O'zligingning faxridirsan eng avval Oyimdan olar kuymalay Karşımda dursa uzbigim çok kısır Halinde kader kıymeyi çok kısır Karşımda dursa uzbigim çok kısır Ağlardan mahrumen ağlardan belen Ben uzbigman başta uzbig çok kısır Ağlardan mahrumen ağlardan belen Ben uzbigman başta uzbig çok kısır Ben uzbigman başta uzbig çok kısır Ben uzbigman başta uzbig çok kısır Oyuncak olarak benim oyuncak. Ene babacan.
Navbat yana she'r ham ekan. Ozroq she'r eshitamiz, keyin shunga qarabsiz, sovg'alaringizni berasiz. Bo'ptimi? Yangi orzu, yangi shod tilaklari bir jahon dunyo bo'lsin deb omon kirib kelgan yangi yil dil turidan bir olam salom senga assalom. Rahmatimizga ustozimizni jannat sevgangiz olijimizni ibodat qiling salom. Aziz ustoz Mayzochil bo'ling doim salomat. Ta'zim sizga, hurmat sizga, ustoz sizga ko'p rahmat. Bog'laringda sayr etganda sen boring qandoda, bog'siniga seb etganda uni tashlab senga o'tadi. Qorbobojon, charchab qolmadingizmi? Yurib ketyapman. Bolajonlar, Qorbobomiz erishni boshlamasdan oldin axir biz sovg'alarni olib olaylik-da. O'shanga shoshilyapman, sovg'alarni yeb ketmasdan burun tarqatay. O'ylaymanki, bu bolalar kelajakda yaxshi o'quvchi bo'lib, faqat 5 baholarga o'qiydi degan umidda ularning hammalariga sovg'am bor. Ruxsat etsanglar men tarqatay. Bolalar tugun, men shoshib qoldim sovg'ani eshitib. Qani bolajonlar, demak, eng yoqimli daqiqalar yaqinlashib qoldi. Marhamat, bolajonlar, Qorbobojon sovg'asini qabul qilib oling. Qani? Qorbobojon sovg'alari keltirilsin. Mana bolajonlarning nigohlaridan qanday sharaflar ketdilar. Bu bilimlar mamlakatining birinchi darsligidir. Siz birinchi darslikda tugatgan ekansizlar, yana bir bor tabriklayman. Umid qilamanki, sizlar kelajakda yaxshi o'qib,
yaxshi jamiyatga, ota-onangizga kerakli qadrdon farzandlar bo'lib yetishasizlar. Unda ishonsam bo'ladimi? Ha, barakalloh. Unda men qo'shni maktablarga xuddi sizga o'xshagan o'quvchilar kutib o'tirishdi. Agar ruxsat bersanlar, men o'sha maktabga borsam. Nima deysiz? Albatta bobojon. Shu kunlarda sizning ishingiz juda qiziq. Qani bobojon, qarg'amamizga endi ruxsat beramizmi bolalar? Qani bir qarindoshingizda. Kechamiz oxirida biz o'quvchilarni bugungi savodxonlik bayramining eng kulminatsion nuqtasi bo'lmish taqdirlanish nimasiga taqdirlanish sabablariga kelib qoldik. Ana endi qarang, hurmatli ota-onalar. Bugundan boshlab sizning farzandingiz savodxon bo'ldi. Endi ular bilimlar mamlakatida bemalol sayohat qila oladilar. Ana shunday mashaqqatli mehnatning albatta samarasi o'laroq bugun biz ularni faxriy yorliqlar bilan mukofotlaymiz. Undan oldin esa men so'zni 61-maktab boshlang'ich sinflar metodika birlashmasi raisi Nigora opamizga beramiz. Nigora kim? Assalomu alaykum ota-onalar, hurmatli o'quvchilar, ustozlar, barchangizni savodxonlik bayrami bilan tabriklayman. Aziz ota-onalar bilan savolga chiqqan bolajonlarimizning bilan yutuqlari bilan tabriklayman. Bundan keyingi o'qishlarga omad tilayman. Ustozlarning ham ishlariga omad. Mana Adolatga, Nargizaga, Gulxonga doim sog'-salomat bo'ling, kuch-g'ayratga to'g'ri keling. Shunday shijoatli, aqlli, dono o'quvchilarni tarbiyalashda doim ishlaringizga rivoj. Yangi yilingiz hammangizga qutlug' bo'lsin. Oilangizga tinchlik, totuvlik tilayman. Mana bolajonlarni faxriy yorliqlar bilan taqdirlaymiz. Qani endi bo'lmasa navbatni faxriy yorliqlar yuzasiga beradi. Marhamat, 61-umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-D sinf o'quvchisi Bazarbayev Murodbek alifbeni a'lo baholarga o'qib tugatganligi uchun maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq bilan mukofotlanadi. Olqishlaymiz. Keyingi o'quvchimiz
Keyingi o'quvchimiz esa Tursunboyeva Samira qizimiz. Marhamat Samira. Tabriklaymiz. Ismi jismidek, baxti undan go'zal bo'lsin. Keyingi o'quvchimiz Hamrayev Hikmatbek o'g'limiz. Qanday chiroyli ismlarimiz bor bizning. Hikmatjon. Ana, tabriklaymiz. Ana, doimirak, barvasdan yigitlarimizda. Keyingi o'quvchimiz Hamidjanova Kumushon qizimiz. Kelsin. Tabriklaymiz. Ana, barakalla. O'qish va ishlaringizda omadlar bo'lsin. Keyingi o'quvchimiz Hamidov Abilxon yigitimizni tabriklaymiz. Keyingi sinfimizning eng jasur o'g'lonlaridan Hamrayev Jasurbek o'quvchimiz. Ana, jasurligi ichidan ko'rinib turibdi. Barakalla. Keyingi o'quvchimiz marhamat Zarifboyeva Farangizni kutib oling. Barakalla. Keyingi yulduzlar ichidan Zuhra Samimiyan Yusufova Zuhraxon qizimizni taklif qilamiz. Keyingi o'quvchimiz marhamat Tumaning Bekbergenov Donyorbek qizimizni taklif qilamiz. Donyorbek. Marhamat, keyingi taqdirlanish navbati Bekpo'latov Arslonbek o'quvchimizga beramiz. Arslonbek. Ana, yigitlarning Arsloni. Ana, turishini qarang. Keyingi o'quvchimiz yigitlar ismida Asilman deydigan Xudoybekov Asilbek o'quvchimizga beramiz. Ana. Keyingi taqdirlanish navbati Davlatboyeva Shaydaxon qizimizga. Shaydaxon, tabriklaymiz qizim. Mana hurmatli onalar. Elakni suvdan ko'taradigan payt keldi. Mana bu Ikromxon o'quvchilarimizning ana shu olgan bilimlari kelgusidagi hayotida yaxshi xizmat qilsin. Bilimlar mamlakatidagi salohiyati cheksiz bo'lsin. Bilimning chegarasi yo'q. Bilim sarhad bilmaydi. Uni qancha ko'p egallasangiz, insonga shunchalik ozday bo'laveradi. Ana shunday bolajonlar, qarang. Mana siz endi bilag'on yigit qizlar bo'ldingiz. Yana bir bor sizlarni, sizlar orqali ota-onalarni, butun O'zbekistonni bugungi samarqandlik bayrami bilan tabriklaymiz. Hammangizning kelgusi ishlaringizda, o'qishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ilohim, ana shu egallagan bilimlaringiz yaxshi kunlaringizga, xayrli ishlaringizga iboja bo'lsin. Bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Şu